Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, bizni kuzatuvchilar. Mana shu olma, mana qimizak olma budashni boshlab yubordik. Xudo xohlasa, ko'p-to'yingizni uni bityapmiz. Uni xurmo, unargisi. Mana shu bularni endi olicha deydi-ku, olili. Bularni sekin bityapmiz, xudo xohlasa. Xurmolarni ham orasini ochib, shaklini berib, tepalarini sal qisqartirdik. Bu semenlik olma. Semenlik olmani ham mana ko'k mevali joyga qo'yib, bo'yini 3 metr atrofida ushlab qoldik. Bu butalgan tomoni. Mana ular endi hozir bitamadik. Endi bularni hozir keyin bitamiz. Ko'rib turganingiz mana shu olmalarni bityapmiz. Xudo xohlasa, mana katalak nihoyatda bir ko'rganingizda o'ta bir bardab ketgan olmalar. Shunasi mana chakalar. Shuni olsa sekin bitab sizlarga obzorni qilib beraman inshaalloh. Siz bilan olib oladilar. Mana mashina hammasini inshaalloh chiqartirib beraman. Mana olmalarni ham bitab bo'ldik. Endi xudo xolasa sekin sizlarga ko'rsatamiz. Ko'rib turibsiz mana. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana olmalar mana shunaqa holatda qirqdek. Mana shu hammasi meva, mana mevaga yotgan. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta lider. Mana shu to'rtta lider turibdi. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu bitta lider. Mana shu ikkinchi, uni uchi, orqadagi to'rtta lider. Mana yosh shoxlar hammasi meva. Mana ko'rasizmi? Mana shu hammasi meva mana. Ko'rib turganingizdek, mana shular hammasi meva hisoblanadi. Ular mevasini biz shunday qilib qoldirdik. Mana e'tibor bering, mana o'sha mevalar shular hammasi meva mana shu mana. Mana shu meva. Shu mevalarni qoldirdik mana. Va bo'yini ham bir xilda ushlashga harakat qildik. Shu ko'rib turganingizdek mana shu holatda mana. Olma mana. Olmalar shu 7 yoshli olmalar bular. Ko'rganmisangiz mana. O'tgani bitilmaganda butadik. Mana bundan xuddi mana shunaqa qilib mana 1 lider, 2, 3, 4 lider qo'yamiz bunga. 4 lider bor mana. Uni bo'yini ushlab qolgan. Bo'yini. Ko'rganmisangiz, bo'yi ushlangan. Mana shu meva mana shular mana. Shundan meva holatda turadi bular. Mana buni ham mana novda ko'rganmisangiz, mana shu novlar 2 yoshli navda hisoblanadi. Mana shu navda hozir mana shu mevada mana shu mana. Ko'rib turganingizdek meva. Mana shular hammasi meva. Ko'rayotgan bo'lsangiz mana shu hammasi meva mana. Holatda mana shunday qilib qo'yganmiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz xuddi shunaqa qilib mana o'rtasini ochganmiz. Mana shunday qilib butadik. Bo'yini ushlab qo'yganmiz bir xilda. Bunda ham bitta mana yog'on, ikkita, uchta, orqadagi bilan 4 ta mana. Orqada bilan 4 ta lider bor. Bunda ham lider bor. Buni ham mevalari mana. Ko'rayotgansiz, mana shu mevalar hisoblanadi. Mana shu meva. Bular 2 yoshli navdalar. Mana shudan 2 yoshli navdalar shular. Mevalarni qoldirdik. Mana shu olmamizda hozir taxminan 150 kilo olmasi bor. Mana shu mana tanada ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu tanadagi holatda taxminan 150 kilo olmasi bor. Xudo xolasa. Bu olma semerik hisoblanadi. Semerik. Mana ko'rasizlarmi? Mana. Endi mana shunday qilib bo'yini ham bir xil qilib ushladik. O'rtasini ochdik. Quyoshdan qildik. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana hozir tepaga chiqib ko'rsataman. Chiqib ketdim. Noqulay turibman mana. Ko'rayotgan bo'lsangiz mana xuddi mana shunaqa mana. Bo'yi shu taxminan yerdan balandligi 2,5 metr atrofida ushlab qo'yganmiz. O'zi bu uy egasi olmaning orasini yaqin ekkan. Olmaning orasi yaqin ekib bo'lmaydi. Semenika olmalarning odatda orasi 5 ga 4 yoki 6 ga 5 bo'lishi kerak. Agar katta bog'lar bo'lsa, katta bog'larda 7 ga 6 yoki 8 ga 7 qilsangiz ham bo'ladi. Ichiga 2 eksangiz ham bo'ladi. Mana. Endi buni bitta ishi bor, buni bitta ishlovi bor. Buni bitta ishlovi shuki, tanasiga fevral oyida iso sepiladi yoki misdor sepilib qo'yiladi. Tagiga amafos ikoniga
Amofoskan qo'ysam bo'laveradi bunga. Mana o'rtasi ochiq ko'rayotgan bo'lsangiz. Mana holati ochdik mana. Olma. Bu semirinki olma bu. Ko'rayotgan bo'lsangiz mana. Va'dasini qilib qo'yamiz. Endi sizlarga aytsam, olmalarni baland qilmasdan shu 2,5-3 metr atrofida balandligini holatda kesib orqasiga qaytarsangiz yaxshi bo'ladi. Chunki mevani terish juda ham oson, qulay bo'ladi. Qiynalmasdi meva terishda. Endi ba'zilar bo'yga beraveradi. 6 metrgacha ketadi. Biz ko'rganmiz shunaqa bog'larni. U yerda meva terish ham juda qiyin, ishlov berish ham juda qiyin. Umuman olganda daraxtlarni bo'yini o'sha 3 metr, 3,5 metrda ushlab qo'yish yaxshi bo'ladi. Bunga olma, nok, misol uchun shunaqa bir olcha, giloslarni shunaqa qilsangiz bo'ladi. Shaftillar buyoqqa bo'lmaydi. Shaftillarni bo'yi 2 dan o'tmasligi kerak. 2 dan past bo'lishi kerak. Lekin qolgan daraxtlarning bo'yi 2 dan baland bo'ladi. Iloji bo'lsa o'riklarni ham shu 3 metr, 3,5 metr balandlikda ushlab qo'ysa yaxshi bo'lardi. Shanga men tavsiyam olma kestirishda, daraxt butasida yaxshi bir mutaxassisga qildirsangiz yaxshi bo'ladi. Mutaxassis u ishini ustasi bo'ladi va u biladi, nima qilishni biladi. Kesuvchi odamlar juda ko'p, lekin pala-parcha kesishadi daraxtlarni, lekin pala-parcha kesib bo'lmaydi. Keyin ayyama kesadiganlar bor, shartta shu buta tashladiganlar bor, u ham to'g'ri kelmaydi. Chunki daraxtlarning yoshiga nisbatan, bo'yiga nisbatan, mevani sortiga nisbatan qilib kesish kerak. Hamma tomonini hisobga olib kesishsa yaxshi bo'ladi. Bemalol misol katta bog'lar bo'lsa, misol shaftoli, nok, gilos, olma, o'rik va shunga kabi bodom, shu kabi mevali daraxti bor bog'lar bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishlari mumkin, telefon qilishlari mumkin. Borib, butab, shakl berib, kesib, maslahat berib, tagiga qanaqa ishlov qilish kerak, qanaqa dorilar sepish kerak, shularni hammasini inshaalloh tushuntirib o'taman, xudo xolasa. Mana shunaqa holatda. Video yoqqan bo'lsa, like bosasiz, tanishlaringizni jo'natib qo'yasiz va meni qo'llab-quvvatlasiz inshaalloh.